Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun telefonimizni tugatdik. 2025-yil 16-noyabr soat 7:00 bo'lyapti. Shapkamizni eni bu 20 G shaklida hisoblaganda 12 metr 12 metr. Kasetamiz 56lik. Mana alkafon stilda qilingan. Ko'rib o'zingizlar baho beraverasizlar. Ko'rib turganlar bu Nurmuhammad o'z kanali. Agar shunday ishlar kimgadir yoqsa, do'stinglarga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Mana bu dorizaxonamiz. Dorizaxonamizga MDF bilan telefonni uyg'unlashtirganmiz. 120 kasetali, 35 kasetali qilib ishlaganmiz. Mana birorta samarasi yo'q holatida. Ko'rsanglar o'zingizlar ham ideal darajada chiqqan, baho beraverasizlar. Dorizaxonamiz uzunligi 11 metr, eni 340 sm tashkil etadi. O'rtaga shahmat qo'yganmiz. Chekalariga dera aylantirib 25 sm MDF naqshlar solingan. Mana har bir burchaklari ham ideal darajada, xudo xolasa mana ko'rib turganlaridek. Agarda yoqsa bitta layk, kommentariyada fikr qoldinglar, podpisatsiya qo'ng'iroqchasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Shunday videoni istab yurgan do'stinglarga jo'natishni esdan chiqmasin. Hammaga rahmat. Bizni kuzatishda davom eting. Oldindan rahmat hammaga.